Baylongma. Bugünkü temamızda Ak ejderha ot haqida so'zlab baqaylik. Endi bu baylongma. Bu longmu yoki mamu? Bu ejderhamu yoki otmu bu endi? Hammamiz bilamiz bu degan bir ejderha. Bu Shixay Longwang, yani Sharq deniz ejderhasının 3. şahzadesi bu. Haqiqatan bir oq ejderha bu. Endi lekin bu asar qarsak bu otga o'zgargandan keyin yeydiğini madde ot çöp saman yeydi. Bir yığız gap kısım bulmaydı bunu. Xuddi bir nesli haqiqatan o'zgarib ketgandek bir chu. Hatta bu etrafdagi qolgan to'ytaylar bilan paranglashmaydi. Butkul 108 ming chaqirimda faqat 8 chaqirim yerda gap qildi deyman. Bunun birinchi qitim gap qilishi Huangpao Gui alvastalik Tangsinni yo'lvosga o'zgartib qo'ydigan alvastini qishiq kelgan vaqtda bu Jubaji bilan Shasong tankilanmaydi buningga. Şununla tenklanmagan ki Jubaji bo'ldi, yuktakni bilish basdan manglayman Gavlovjonga berib, ash mahbubamdan qishqa paray deb tursa, bu baylongma buni endi ishlab tortib aklib, ikkinchi og'a deb gap soldi. Bu bojim qo'rqdi, bu tunji qitim gap qilishda, bu sangmuzon chiqib qoldi endi. Shuningla voy men shu ejderha otdim, shu gap qila olayman, deb vaqtda shu og'zimni yumib turayrim ba. Bundan qo'rqib ketma. Çıkkanlar mı alvastık tankilanmagan bolsanglar, men berip elish baqay. Sen maş fursatga vaqtdan foydalanib, gulshan taqib berib, cho'ng'og'a maymun shahni qaytib akildiganning amalini qil deydi. Shuna ma'qul deb baji mangdu, bu taz kelishgan bir zilva bir cho'kanga aylanib, ikki qot pijoni qo'liga elib, kirdala Huangpao Guiga alvastas go'sh mayla o'ltaga kirib. Oy hocam deb akirib bayada banda oltası taz yaxshi olmabdi. Ya bir kalokum yo'q bir DJ chepiraytsa. Men bir qilish usulimda qilish mart ko'sipray, dupi o'qimayman. Men o'ynab birayt, ma'qul dedi. Buni qo'shib. Endi lekin bu oq ejderhaning qilish marti noit ustun amaliyatim. Shuning bilan bu shuncha uzoq yap aram bir odam o'zgargan vaqt hayajonlanib ketib, bak o'ynab o'tib soldi-chu. Shundan böyle qarab, Huangpao Guiga to'xta. Bu podshoning yanida bundaq kamolatga yetgan bir qilishvazon bo'lishi qanday mumkin deb xiyol qilib o'ltasa, naq shu vaqt tuqmay bu oq ejderha qo'lsab qo'ydi. Bu tayyor turganki valaqliq urushidir, shuning bilan oqat beqini g'iq qilib intayqib asta aylanib ot oltiga o'zgarib shuning bilan tutturdi. Bu birinchi qitim eg'iz etishi. İkinci qitim Juzgu davlatiga kelganda, mabitidan ayrılib qilib, kasaljon bo'lib qolgan bir podsho va dadur qatqan dur yasab turmiz deydigan vaqtida bajiga berib ot moldur ekel deydi. Otning suydigini deb Sunukong. Endi bu berib baji bitta qachidan men tutib deb o'ltasa, bu ot siypamaydi. Shuning bilan bu baji Sunukongni chaqirdi. Sen degan bilan bu ot siypaga unmidi, bu ejderha shunchaga qilsam unmayapti degan keyin Sunukong deydi. Bunda qilmay siypa. Ma ishlatimiz mani desa, mushada baylongma ikkinchi qitim gap soldi. Men ot emas, men bir ot. Bu mening suydigim, bu suydik emas. Bu degan longye deymiz, buni ejdar su. Bu xosiyatli xislatli narsa. Odatga odamlarga qolgancha bagil olmaydi. Navodim men Pelekte uçup etip ketip berip siyip koysam, bu bir tak küçse, bu tağdaki giyala, mihir giyağı özgürüp kütüdü, lengücüga. Bilemizler mihir giyağını? Navada men bunu uçup ketip berip şu siyge vakit birey kuş bunu işçi varsa, sumrukka özgürüp kütüdü. Navada birey deniz köldü uçup etip, bunun üstüge sonun suyu siyip koysam, sonun üstüde altın yupurmaklık, nilüperle içilip kütüdü. Birer altın beliq içib salsa, bu ejderhaga o'zgarib ketadi. Endi mashada ejderhaga o'zgarib ketadi degandan bir gap esim kelib qoldi. Chang'an shaharga Palgustamdan qiziq kelganda, kishi kunni bir taldan altın beliqni tutib akbirdi. Shuning bilan buni Shixay Longwang ejderhaniki balasi, o dadasi anglab shuning bilan to'xta, bunda qis bizning naslimiz qurib ketmandi deydi. Demak, mashtalar munosabatga o'xshaydi. Endi gapga qaytib kelsak, bu oq ejderha mushundaq deydi buni. Shunga mashtaq kishilarga qolgancha bagil bo'lmaydi. Bu mushundaq hislatli narsa mening tinimdan oz bu deganligidan Sunukong deydi. Fukam, endi biz gap bo'ptimiz, oqat fukam. Bexapoma bir kishini bir aytdim, siypagnam kashli bir videozi bir qo'naq saman bilan iman qilsam qilay bir. Yüzümüzün qiyinligidan ma'qul deb ikki timim siyib burdim.
Şunun bilan buni eriq dağdır qatqan dorilar aralashtirib, bu podshohni burdi. Şunun bilan bu podshoh 30 yoshga qiran vaqtda qaytib saqib ketdi sallamasa. Mushada ikkinchi qitim gap qildi. Endi lekin bu ot o'ylab boqsam gap qilmaydi. Ya bir ilqi odamdek normal tamoq meranmaydi. Uning keyindan eng muhimi bu atrofda bu guruhda eng shu 5 odam g'aribga bordi deb tursa, bu hujjat to'xtamning hammasidan to'tining ismi borchu. To'tining keyin nomsapri deb elindi. Bu oqatning ismini atapmi qo'ymaydi, xuddi bu bir pingyongdak. Xuddi bu bir biyak pishirish qilayotgandek. Qat'iy ismi chiqmaydi-chu. Endi bu nim gunoh qilib qo'ygan bu. Bu oq ejderha ot nim gunoh qilgan tufayli bu atrofga ketilib tangsonglar bilan nommakli safarga avatilgan. Hammasini gunoh bo'tdi-ku. Biz ko'rgan televiziya teatrda buning mabiti elqi 9 boshqa qurt bilan tepishib olib, shundan bu otchiqda Yorun Sultan so'qigan eliq angushtlarni uyurib chaqirib o't qo'yibdi bu tasodifiylik. Şunu bilan bu Yorun Sultan buningga mana shunday gunoh otib jazolaydi. Asli bo'lsa bunday emas. Bu Yorun Sultan so'qigan bu angushtlar nihoyat qimmatli buni shu Shixaylongwang Sharq dengiz ajdar shoyig'i so'qigan buni. Mashinani ba, buning dadisida yeni. Endi buni o uyurib o't qo'yib etishimiz tasodifiylik emas. Bu oq baylongma qasddan qilgan ish bu. Otchiqda qilgan ish. Hargizmi mabiti bo'lgan otchiq emas bu. Yorun Sultan bo'lgan otchiq tufayli qilgan. Shunga bu mashunda qattiq bir jazoga uchraydi. Endi bu nima ish qilgan, qanday gunoh o'tkazgan deganda menda ikki xil qarash bor. Birinchi xil qarash, endi bu baylongma aslida kelishgan, qomatlik xuddi mendeklar. Ondan keyin bir kamolatga yetgan jangmartir, haqiqatan bir ajdar sifat, bir shahzoda 3-o'g'li. Endi lekin bu Shixaylongwang buni o'zining taxti varisligini bermay, elqi Muhang qilib qo'ydi. Muhang insonda bormi? Qarsu daryosiga kelgan. Shuni qilib qo'ydi. Shuni bilan bu taxt ko'rish tufaylidan shu otchiqda qilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi xil qarash, endi bu eliqi Chang'an voqeasida Pokistonning Yorun Sultan buning dadisi Sharq dengiz ajdar shoyini o'limga mahkum qilib o'ltirayotganligi uchun bu Yorun Sultanga otchig'ida mushunda qilgan bo'lishi mumkin. Endi balkim boshqa xil qarashlar bo'lishi mumkin. Bildiganlar pingin uchun baramat, tam o'rtaqlashib boqaylik. Rahmat.